Ertalabki badan tarbiya mashqlarini boshladik. Bu mashqlar qo'llarimiz, bilaklarimiz va qo'l mushaklarimiz mustahkam bo'lishiga yordam beradi. Mushaklarimizni oldinga va orqaga aylantiramiz. Endi esa bilaklarimizni aylantiramiz. 1 2 3 4 1 2 3 4. Qo'llar belda, oyoqlar yelka kengligida. Boshlarimizni o'ng tarafga va chap tarafga aylantiramiz. Boshimizni oldinga, orqaga, o'ngga va chapga egamiz. Endi esa yelkalarimizni oldinga va orqaga aylantiramiz. Bu mashqlar yelkada tuz to'planishini oldini